Zavodskoy remenni ranglarini Bambisdinani choklari, rullarning choklariga moslangan olovrang qilingan ekan. Bunaqasini ko'rmagandim. Genesisda orqa zinasida havo tozalaydigan sistemasini ham o'rnatilgan ekan. Ya'ni Genesis G70 Dobopsani hammasini shu mashinaga tiqib yuborilgan. Undan tashqari polni panorama, undan tashqari Daji Abduf Abagrev oldida emas, orqa sidenalarda ham bor. Ko'ryapsizmi? Orqada boshqaradigan knopkalar hammasi sensorning, ikkitalab Type-C'larigacha bor. Voy 220 to'klarigacha bor ekan, mana qarang. Gap yo'qmi? Oldini ham bitta ko'ryapsiz bo'ladi. Like bosib qo'ying-da. Head-up display bor. Mana xursand joystiklari, richaklari, xursandligi shu qadar chiroyli, shu qadar yangilangan. Bu 2025 oxirida chiqqan ekan. Atigi 4900 yurgan. Atigi 4900. O'zlari yaqinda 88 mingga o'zim zakaz qilib individualni olib keltirganman deyaptilar. Masalan, 5 ming ham yurmasdan 20 ming dollar arzoniga berib yuborish uchun qancha yurak kerak? Polni panorama va Alcantara patologiya ko'rasiz va eng top Bang Olufsen akustikasi ham eng top akustika sistema. Xullas mashina yangi qanaqa bo'lsa, undan azor qilib qo'yilgan. Ya'ni polik-moliklar, laminatsiyalar qilib Srochniga mana Genesis GV70 2.5 turbina motorligini 67500 ga atigi bosib yuborsangiz bo'ladi. Bosib yuboring. Yumshoqqina maza qilib oqib yuradi. Ustiga Ren Genesis ustiga oppoqqina va maksimum dobopsalari tiqib yuborilgan. 19 razmerli disk edi. Odatda 21 lar ham bo'ladi-yu. Aynan mana shu 19 ni o'zim yumshoq bo'lsin deb qo'yganman deyaptilar. Shunaqasini zakaz qilgan ekanlar. Bosib yuboring.